Men Dilnavoz Jizzax viloyatidan Baby Islandga keldim. 3-farzandim Mursalina qizim. Sog'ligida ozgina muammolar bo'lgani uchun neyropatolog maslahati bilan shu yerga keldim, shu yerda tanladim. Bu yerga biza 4 oyligidan keldik, qizalog'imni olib keldim. Hozir 2 yosh bo'ldi. Shu yerda tanlaganimdan afsuslanmayman. Judayam yaxshi markaz. Boshida ozgina o'ylanib kelgan edim. Mashg'ulotlar xuddi menga foyda bermayotgandek tuyulardi. Ko'proq dori, ukol bilan yaxshi qiladi deb o'ylardim. Xato o'ylagan ekanman. Massajlar, erta shug'ullanish mashg'ulotlariga keldik. Judayam yaxshi. Farzandimda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr, katta rahmat aytaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman, farzandlaringni o'sha Baby Islandga olib kelib, shug'ullantirib, bolani yaxshi rivojlantirishga yordam beringlar o'zlaring ham, farzandlaring uchun.